Bir oyda qancha vez tashlagan eng ma'qul va maksimal darajadagi norma holati hisoblanadi? Bir oyda 5 kilo. 5 kilodan ko'p vez tashlayotgan bo'lsangiz, norma holatda ketayotgan bo'lsa, sizdagi ovqatlanish va fizik harakat bilan birgalikda bo'lsa, u ham yaxshi. Undan past bo'lsa, siz ichingizga ozgina detokslar bilan ichki holatni davolanishga vaqt ajratishingiz kerak bo'ladi. Shirinlik, nordon har xil narsalarga tortadi. Bir haftada 2 marta ichni tozalaydigan detokslarni 2 marta ishlatish kerak. Hech qanaqa dorilar ichish kerak emas, ishtahani bo'g'adigan narsalar ham kerak emas. Yerdan o'sib chiqqan o'tlar, preparatlar, pol rastaropsha ana shunaqa Ibn Sino tavsiya qilgan ma'lumotlar bo'yicha sizda taktika olib borilsa, ana o'shanda sekin-sekin rezultat bo'ladi, lekin qancha sekin rezultat bo'lsa, shuncha sekin semirish bo'ladi. Qancha tez siz vez tashlab yuborsangiz, ichingizni yuvib yuborsangiz, holingiz qolmay qolsa, shuncha yana tez yig'ib olishadi. Shuning uchun bir xil diyetologlarga qatnashgan ayollarimiz 10 kunda 10 kilo vez tashlab, 10 kunda 15 kilo vez yig'ib olishadi. Chunki ulardagi mishning massa joyiga yig'ishtirib olinmaydi. Asosan ichki organizmni tozalash bilan ovora bo'lishadi.